Eng yuqori tezlik nima? Tovush tezligimi yoki yorug'likmi? Salom do'stlar. Bugungi mavzuyimiz inson ongining sirli imkoniyatlari. Bizning miyamiz koinot ichidagi koinot. Ha aytgancha, koinot haqida ko'rsatuvlarimiz hali oldinda. Shunday ekan kanalga obuna bo'ling, bizni kuzatib boring. Inson miyasi kuchli mexanizm. Aytishlaricha biz uning atiga 10% ni ishlatamiz deyshadi. Haqiqatan ham shundaymi? Balki unda ham ko'proq kuchga ega bo'lganimizni hali ham bilmagandirmiz. Xo'sh, eng yuqori tezlik nima? Hozirda isbotlanmagan bo'lsa-da, bu ong tezligi. Unda siz ma'lum soniyalar ichida butun boshli koinotni aylab chiqishingiz mumkin. O'ylashning kuchi telepatiya. Tasavvur qiling, sizning fikrlaringizni hech qanday so'zlarsiz boshqa odam tushunadi. Bu fantastika emasmi? Ammo ilm-fanda telepatiya haqidagi tadqiqotlar allaqachon boshlangan. Masalan, neyrofiziologiya olimlari miyadagi neyron signallarni o'qish va ulardan fikr uzatish imkoniyatini sinab ko'rishmoqda. Albatta bu hali tajribalar bosqichida, lekin ehtimol bir kun odamlar bir-birini so'zsiz tushuna boshlaydilar. Shunda til o'rganish, IELTS, TOEFL kabi sertifikatlar bo'lmasa ham, amerikalik Jon va koreyalik Kim o'zaro ong orqali suhbatlashadi. Telepatiya faqat ilmiy texnologiyalar bilan emas, balki ba'zi odamlarning qobiliyatlari orqali ham o'rganiladi. Odamlarning o'zaro kuchli emotsional bog'lanishlari ba'zida telepatik aloqa o'rnatishga imkon beradi deyshadi. Ong va vaqt muvozanati. Siz qachondir vaqtning bir zumda o'tib ketishini his qilganmisiz? Yoki aksincha, har bir daqiqaning cho'zilib ketgandek tuyulganmi? Ong bu vaqtni o'lchaydigan ideal vosita emas, balki vaqtni boshqacha his qilishni shakllantiruvchi kuchdir. Olimlar miyadagi biologik soatlarni o'rganib, vaqtni qanday boshqarish mumkinligini izlayaptilar. Masalan, meditatsiya va ongni boshqarish texnikalari orqali vaqtni sekinlashtirish yoki tezlashtirishni his qilishingiz mumkin. Bu sportchilar va musiqachilarda kuzatiladigan holat. Oqim, ya'ni flow holati. Vaqtni unutib, butunlay hozirgi lahzaga e'tiborni qaratishdir. Bunday holatda vaqtning qanday o'tayotgani muhim emas. Hozir videoning qaysi daqiqasi? Bunga e'tibor bermang. Biz davom etamiz. Yashirin imkoniyatlar, koinot miqyosidagi fikrlash. Aytishlaricha odam miyasi katta rasmni ko'rish uchun yaratilgan. Buni koinotga qarash bilan taqqoslash mumkin. Biz koinotdagi o'rnimizni tushunishga harakat qilamiz, lekin ayni vaqtda o'z ichki imkoniyatlarimizni ham oxirigacha ochmagan bo'lishimiz mumkin. Masalan, miyaning yarim qismi ijodiy fikrlash uchun mas'uldir, lekin ko'pincha biz bu kuchni to'liq ishga solmaymiz. Kundalik odatlarni o'zgartiring, har kuni yangi narsalarni o'rganing, jumladan bizning videolarimizni tomosha qiling. O'zingizni turli rollarda tasavvur qilib ko'ring. Miya doimiy ravishda o'zgarish va yangi narsalarni qabul qilish uchun moslashgan. Agar biz uni to'liq kuch bilan ishlatishni boshlasak, ehtimol qobiliyatlarimiz chegarasiz ekanligini kashf etamiz. Shunday ekan, o'qing, izlaning va videoga like bosing, tanishlarga yuborib qo'ying. Bu orqali do'stlaringiz miyalari haqida ma'lumotga ega bo'lishadi. Miyadagi energiya va kuchlarni faollashtirishda trillionlab neyronlarning o'zaro aloqasi uchun butun boshli mexanizm ishlaydi. Bu go'yoki axborot super magistrali kabi ko'rinadi, lekin u har doim ham maksimal quvvatda ishlamaydi. Miyani faollashtirishda meditatsiya va sport bilan shug'ullanish, mantiqiy o'yinlar o'ynash, kitob o'qib ilmni boyitib borish singari amaliyot va harakatlar o'zini oqlaydi. Miyani faollashish bilan faqat o'ylash va analiz qilish qobiliyati emas, balki ijodiy fikrlash, tasavvur va intuitiv qarorlar qabul qilish imkoniyati ham oshadi. Imkoniyatlarni qo'ldan boy bermang. Inson ongi sirlar bilan to'la. Ularning bir qismini ochganimizda hayotimiz qanday o'zgarishini tasavvur qilishimiz kerak. Ehtimol bir kun kelib telepatiya oddiy hodisaga aylanib qolar. Vaqtni boshqarish esa kundalik odatga aylanishi mumkin. Buning uchun esa hozirdan harakatni boshlash kerak. Sizningcha inson ongi yana qanday jumboqlarni o'zida saqlaydi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Yangi sirlar va qiziqarli mavzularni birgalikda ochamiz. Ko'rishguncha.